yorug'likqa nisbatan sezuvchanlikni oshib ketishi. Buni o'sha fan tilida fotosensibilizatsiya deydi. Ya'ni yorug' nurga nisbatan tanadagi sezuvchanlikning yuqoriligi. Misol uchun o'sha quyoshdan keladigan ultrabinafsha ko'zimizga ko'rinmaydigan nurlar, keyin ko'zimizga ko'rinadigan o'sha yorug'lik. Mana shu nurlarga nisbatan tanadagi sezuvchanlikni oshib ketishi. Ko'proq bu terida namoyon bo'ladi yoki shilliq qavatlarda namoyon bo'ladi. Bu yerda ikkita narsani bir-biridan farqlash kerakda, mana yorug'likdan zaharlanish degan tushuncha bor. Ilgari buni o'sha yoshi ulug'larimiz aytishardi, oftob uribdi. Mana shu oftob uribdi degan tushuncha demak yorug'likdan zaharlanish deb ataladi. Ikkinchi holat bu aynan yorug'likqa nisbatan birorta allergik kasallikni qo'zg'ash. Bu allergiya ko'proq terida yoki shilliq qavatlarda namoyon bo'ladi. Masalan, yorug'likdan zaharlanish yoki oftob urishi yorug'likda o'sha oftobni tagida bir necha soat yurgandan keyin asta namoyon bo'la boshlaydi. Bunda o'sha terida qizarish paydo bo'ladi. Terining chuqurroq qavatlariga tushgandan keyin teri ko'chish paydo bo'ladi. Bu o'sha yorug'likdan zaharlanish deb aytiladi.